Bismillah, assalomu alaykum. Gazabloklarimiz markasi D600 markali. Sertifikatlangan, sertifikat olganmiz. Bitta donasi 26-27 kilo chiqadi, qurusi. Qolgan pet 28-29 atrofida. Keyin gazablogimizda salafanga o'raymiz. To paddonga chiqquncha salafanda chiqadi. To paddonga tushib yana salafanlanadi, strechlanadi. Chunki sement tarkibi qancha terlab qatsa, shuncha o'zil mustahkamligini yanada oshirib boradi. Quyoshga tahlab qo'ysa u mo'rt bo'lib qoladi. Qanday tushuntirsam bo'ladi? Mo'rt bo'ladi-da quyoshga tahlasa. Naborot shu salafanga o'rab, shu terlab qatsa sement. Mana shu kecha chiqqani mana. Bir kunda 180 tadan chiqyapti. Sifati a'lo darajada. Kimki yetkazib bergan bo'lsak, hammasi rahmat etishyapti. Xudo xolasa bu o'zimizni Bag'dodda Guliston shahriga 2000 ta zakaz qilishgan To'lqin akaga. Hech kun kuyilyapti. Hozir 700 tacha bo'ldi. Xudo xolasa 20-maygacha kuyib beramiz inshaalloh. Undan keyin o'zimiz mahallaga Dilmurod akaga 1000 ta zakazimiz bor. Kuyamiz. Keyin Namanganga inshaalloh Chusga zakazlarimiz Xudo xolasa. Markaz D600 markali. Sifat a'lo darajada. Qancha terlab qatsa, shuncha gazablokka foydali. Iloji boricha quyoshdan saqlab salafanga o'rash kerak ekan.